Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Qarmay cho'chak temir yo'lida patiqanda qatnash boshlandi ekan. Sharq Turkiston bilan bo'lgan savdo aloqasini uzgan g'arb korxonalar ko'paymoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi guvohlik berish faoliyati o'tkazdi. Donald Trump Yaponiyadagi ziyoratini boshladi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda olsun. Erkin Asiya radiosu xəbərdə Xitay hökuməti 5 milyard 200 milyon yuan xalq pulu məbləğ səlib yasagan Qarmay Çöçək tömür yolunda 30 may gündə başlap rəsmi qatnaş başlandı ekan. Məzkur tömür yolda qatnaş başlansa Şərq Türkistanda tömür yol bağmagan heç qandaq vilayət nahiyə qalmaydı. Xitay hökumət taratqularının xəbər qilishçə 271 kilometr uzunluqdakı məzkur tömür yolunun Qarmaydan Çöçəkçi bolğan aralığıga 3 bekat qurulğan. Qarmay Çöçək tömür yol qurilishida 2014-yil iş başlanğan bo'lib, asli 2017-yil iyunda bütün qurilish tamamlanish planlanğan. Lekin qurilish kechikkan. Onun da əmdi qatnaş başlanışının səbəbi məlum emas ekan. Xitay taratqularında qurilishning kechikish sababiga hech qanday tushuncha berilmagan. Mazkur temir yo'l qurilishi Xitay hukumatı Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq yerlik millatlarni keng ko'lamli tutqun qilib, ularni yig'ib olish lagerlariga qamagan. Shuningdek, butun rayonda digital nazorat sistemasi qurib, Uyg'urlarni umumyuzlik ta'qib ostiga olgan bir mezgilda tamomlangan. Xitay hukumatining o'tgan yili yig'ib olish lagerlaridagi Uyg'ur tutqunlarini temir yo'l orqali Gansu, Qinxay, Shanxi, Ishki Mongol, Xeylongjiang, Xenan qatorliq o'lkalardagi turmalarga yurkiganligi dalillangan edi. Ma'lum bo'lishicha, Qarmay Çöçək temir yo'li Tarbag'atayning to'li, Dörbelji nahiyalaridan o'tib Çöçəkka boradi ekan. Atalmış Şinjan gezisining xabarida naql keltirilishicha, Tarbag'atay viloyatlik taraqqiyot islohot komitetining muavin mudiri Malin mazkur temir yo'lning Şinjanning ishki va sirtidagi mehmonlarning Çöçəkka kelib ziyorat, sayohat va savdo qilishiga qulaylik yaratib qolmay, Çöçəkning mo'l kan boyligini sirtqa o'tkazishga oltin yo'l ekanligini ta'kidlagan. Amerika televiziya kanali Xitay şirketlərinin Uyğurlarni məcburi əmgəkə selish bilan ayıplayotganligi, Şərq Türkiston bilan savdo aloqasini to'xtatgan g'arb şirketlərinin ko'payayotganligini bildirdi. Xitayning Şərq Türkistonda 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarning məcburi lagerda tutilib turayotganligi, bir turkum tutqunlarni məcburi əmgəkə seliyotganligi qayd qilinayotganligini, Xitay hökuməti bu o'rinlarda tan jazosi, siyosiy mengiyush ilib berayotganligini rad qilib, terrorlik qarshi kasbiy mahorat o'g'itish markazlari deb ta'riflasimi, g'arb korxonalarini qoyil qila olmaganlik ilgari surilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Sharq Turkistondagi Xitoy shirkatlari bilan savdo aloqasini uzayotgan g'arb korxonalarining sonining ko'payayotganligini, Spirit, Adidas qatorliq xalqaro cho'ng shirkatlarning mazkur rayonda korxona qurib, ularni mahsulot bilan ta'minlayotgan Xitoy shirkatlari bilan aloqasini uzganligi bildirilgan. Sharq Turkistonda tutqunlarni majburiy emgakka selish haqidagi xabarlar Amerika hukumati va kishilik huquq tashkilotlarini jiddiy harakatga keltirgan. Xitoy Huafo moda kiyimlar shirkatining Uyg'ur rayonida zavod qurganligi, buning yaqinda Wall Street jurnali gazeti tarafidan oshkorlanganligi, Huafo şirketining Amerika televiziya kanaliga bergan bayonotida majburiy emgakni rad qilgan bo'lsa-mu, ammo uning to'rbetidagi ba'zi rasmlik xabarlar uning so'zlarini inkor qilgan. Navbatda Kap, Spirit, Bodyguard Sport qatorliq cho'ng xalqaro shirkatlar o'zlarini mahsulot bilan ta'minlaydigan Xitoy korxonalarining Sharq Turkistonda kishilik huquqni dafsanda qilishga qatnashmaganligini tekshirmoqda ekan. Dünya Uyghur qurultiyining Menxundagi markazida 25 may 26 may 2 kunlik guvohlik berish faoliyati o'tkazildi. 25 may Menxunning ichida o'tirayotgan Uyg'ur muhojirlariga guvohlik bergan. 26 may Germaniyaning har qaysi shaharlaridan kelgan Uyg'ur muhojirlariga guvohlik bergan. Ziyorat qilguvchi muxbir bo'lsa Arab Birlashma Xalifaligining Dubay shahriga joylashgan Al-An televiziya kanalining muxbiri bo'lib, guvohlik bergan kishilar o'zining jazo lageri va turmalarda begunoh azob chekayotgan urug' tuqqanlari uchun arab tili, ingliz tilida guvohlik bergan. Mazkur guvohlik faoliyatiga qatnashish uchun uzoq yo'ldan kelgan Uyg'ur jamoatini ko'rib qattiq ta'sirlangan muxbir charchidinglarmi deb so'rag'inida o'zlarining urug' tuqqanlari uchun rozi ekanligini, buningdan yiroq bo'lsa-mu rozimanlik bilan bordiganligini bildirgan. Dünya Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komitetining raisi Turg'unjon Hojim muxbirning Uyg'ur masalasini anglatish uchun qilgan emgaklari uchun rahmatini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Yaponiyaning yangi podshohi Naruhito uchun o'tkazilgan murosimga qatnashish uchun Tokioga yetib bordi. Shundaqla 4 kun davomlashadigan Tokio ziyorati doirasida bosh minister Shinzo Abe bilan ko'rishib, Amerika-Yaponiya o'zaro savdo va bexatarlik munosabatlarini, Iran va Shimoliy Koreya masalalarini muzokaralashishi mo'ljallanmoqda. Aqsaray davlat bexatarlik maslahatchisi John Bolton Tokioda axborotchilarga bergan bayonotida Shimoliy Koreyaning qisqa musobaqa boshqarilgan bomba sinoqlari orqali Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining qarorlarini dafsana qilganligini, Amerikaning Shimoliy Koreyaning yadro qurollardan tozalash jihatidagi pozitsiyasining qat'iy ekanligini, Amerikaning Shimoliy Koreya bilan muzokaralarni davomlashtirishga tayyor ekanligini bildirgan.
Amerika prezidenti Donald Trump bilan Shimoliy Koreya prezidenti Kim Jong-un o'rtasida Vyetnamning poytaxti Hanoyda 27 fevraldan 28 fevralgacha o'tkazilgan rahbarlar yig'inida ba'zi ilgirlashlar bo'lganligini, biroq hech qanday kelishim imzolanmaganligini bildirdi. Shimoliy Koreya tashqi ishlar ministri Ri Yong-ho bo'lsa, rahbarlar uchrashuvida embargolarning qisman amaldan qoldirilishini talab qilganligini aytgan edi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.